Mana bu tryukni video o'yinlar tarixidagi eng aql bovar qilmas movement desam adashmagan bo'laman. Siz obuna bo'lib like bosib qo'ying, men esa sizga uning tarixi haqida so'zlab beraman. Tryukning mohiyati shunday: uchuvchi o'z qiruvchi samolyotidan yuqori tezlikda katapulta qiladi. Ochiq havoda parvoz qilayotib, raqib samolyotini raketa bilan urib tushiradi va so'ngra pastga qulab borayotgan o'z samolyotining kabinasiga qaytib o'tirib parvozini davom ettiradi. Buni birinchi marta 2011-yilda Stan Grevinikli oddiy bir gamer Battlefield 3 o'yinida amalga oshirgan va uning videosi YouTube'ni portlatib yuborgan. Shundan so'ng bu tryukka Randezuk deb nom berishgan. Eng qizig'i, o'yin dasturchilariga bu tryuk shu qadar ma'qul kelganki, oradan yillar o'tib o'zlarining Battlefield 2042 o'yinining rasmiy treyleriga aynan shu sahnani kadrma-kadr qo'shib qo'yishgan. Bu studiyaning o'z o'yinchilariga bo'lgan hurmatining bir isbotidir. Oddiy bir gamerning aql bovar qilmas finti o'yin tarixiga rasman muhrlanib qoldi. Ushbu tryuk rostdan ham o'yin treyleriga qo'shishga arzirmidi? Fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring.